Assalomu alaykum. Gazavlo ishqibozlari va gazavlo chiqaraman degan ikkala ukalar mana bugun full avtomat liniyani o'rnatish jarayonini boshladik. Biz asosiy avtomatikasi o'rnab bo'ldi. Tepada tarozilari. So'nggi rusumda o'sha germanskiy tarozidan bo'ladi. Shalkalari, motorlari hamma yo'g'i yangi. Relslarini qilib bo'lganmiz. Xo'p, bugungi kunga 15-fevral. Hozir vadilga qo'yapmiz. Bu yoqda lentalari kelgan, qoliplari. Bu yoqda avtomat reskani o'rnatib qo'yganmiz. Shu o'tgan videoda qo'yganimda shu avtomat reska o'rnab bo'lgandi. Avtomat reskani qo'yib bo'lib vaqt yo'q ekandik. Xudo xolasa ertanni ishlatib ko'rsatib beramiz egalariga. Xo'p, mana bu yoqda avtomat reska ko'rayotgan bo'lsalaring. O'sha tarozi, miyalari hamma yog'i ustanobga qilib bo'lindi. Qoliplari 30 komplekt bo'lgan bu yerga. O'sha uzunligi 30 metr. Bir boshdan tushuntirib o'tsam, bu yerga 20 AQSh dollariga kelishganmiz. Ichida nimalari bo'ladi? Xo'p, ko'rayotgan bo'lsalaring, ikkita bunkerchasi, mishalkasi, suv yo'mkichasi, tarozisi, o'sha miyasi. Keyin ko'rayotgan bo'lsalaring, to'rtta turba ko'tarib qo'yganmiz, qalin 1 turbadan 50 tonnali sement yo'mkisi tushadi, konteyner. Sement yo'mkisi qilib moslangan. Keyin relslarini to'qib berish, betonni shunaqa qilib quydirib beradi. Biz relslarini nolga olib, mana ko'rayotgan bo'lsalaring, betonda chayib, bulg'ab ketishgan. Hammasiga planka qo'yib, 1 santimetrdan 4 santimetrgacha yegan plankani. Shunaqa qilib to'g'irlab, relslarni to'qib berganmiz. Xo'p, avtomat reska. Bu yoqda narsalar tushuntirdim. Xo'p, yana unga qo'shiladi. Sementni yo'mkisi bilan shinayga keladi. Hozir o'sha sement yo'mkisi konteynerni kutyapmiz. Shu kelishi bilan tayyor qilib qo'yib yuboramiz. Xo'p, narxi ichida shular sement yo'mkis o'zini shinayga bilan taroziga haydab beradigan shinayga bilan tashqarida ko'rsatdim lenta va 30 komplekt qolib, shular hammasini 20 AQSh dollarga tayyor qilib beryapmiz. Qolipimiz 12 tali, lekin avtomatika polniy 24 tali qolipga moslangan. Bunaqaki keyinchalik 24 taliga o'tkazib yuborsalar qiynalmaydi. Bemalol faqat qoliplarni o'zgartiradi. Bitta yong'in kesilgan kichkina avtomat reska qo'yadi. Bo'ldi, shu bilan 24 taliga o'tadi. Misol kuniga 7 ta 8 ta chiqarayotgan narsani o'sha 24 taliga o'tkazsa 2 baravarga bemalol oshaveradi. Avtomat liniyamiz bemalol ulgutaveradi. Bir kunda 2000 tacha g'ishga bemalol ulgutib beraveradi. Kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekran nomerlar qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishimizga, apparat hamma narsamizga garantiyalar bor. 1 yilgacha garantiya beramiz. Motorlari hamma narsasi yangi qo'yiladi.